To'rtinchisi bu komission sud tibbiy ekspertiza bo'lib, tibbiyot muassasasi yoki tibbiyot xodimlarining xatosini, kamchiligini, diagnozni to'g'ri yoki noto'g'riligini, davolashni to'g'ri yoki noto'g'riligini asoslantiradigan yoki uni inkor qiladigan uslubga komission ekspertiza deyiladi va buni komission ekspertiza bo'limida o'tkaziladi. Va oxirgi usulimiz bu kompleks sud tibbiy ekspertiza. Bir vaqtning o'zida 2 yoki undan ortiq ekspertlar yoki mutaxassislar yoki ekspertiza o'tkazilishi uchun kerak bo'lgan mutaxassislarni ishtirokida o'tkazilgan ekspertizaga kompleks deyiladi. Bunda albatta toq ishtirokchi ishtirok etishi kerak. 3 ta, 5 ta, 7 ta, 9 ta va hokazo. Mana bu uslubni kompleks sud tibbiy ekspertiza deyiladi. Agar kompleks sud tibbiy ekspertizada ekspertlar fikri turlicha chiqib qoladigan bo'lsa, ovoz berish yo'li bilan hal qilishlik yoki har bir ekspert o'z xulosasini alohida tuzishlik huquqiga ega bo'ladi.